Assalomu alaykum Moto Toshkent obunachilari. 300 kiloli elektronli motorollerlar keldi. 5 ta batareykali bo'ladi. 39 amperlikdan qo'yilgan bo'ladi. Mana oldi faralari, LED faralari bilan bezatilgan. Ko'rib turganinglardek, biznesga, tadbirkorchilikka, do'koni borlar, sexi bor, zavodi borlarga juda ham zo'r. Non tashishga ham biznesga juda ham zo'r. Mana ko'rib turganinglardek, o'rindiqlari bor orqasida. O'rindiqlari shundoq olinadi va oldiga shundoq qo'yilsa, katta bir bagaj bo'ladi. Ko'rib turganinglardek, juda ham zo'r ishlangan. Kelaverasizlar Moto Toshkent do'konimizga. Narxiga keladigan bo'lsak, $850 qilib beramiz bo'lishini. Bo'lib berish xizmati ham bor. Pasport va plastik kartani olib kelasiz. Plastik kartada aylanmangiz yaxshi bo'lsa 15 minutda ishinglarni hal qilib beramiz. Kelaverasizlar Moto Toshkent do'konimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Hammanglarni kutib qolamiz.